Bugun xudo xolasa kunduz kuni ishlaymiz, ish jarayonini sizlarga ko'rsatamiz bolalar hammasini. Tak, hozir liniyani yoqaman, parallelni gapirib o'taman hamma narsalarni. Hozir menda reytingim 488, уровень platina, prioritet 57. 57. Menda вроде promokod bor. Hozir 57 ni screen qildim sizlar uchun. И mana bolalar promokod bor menda. Buni применить qilamiz. Hozir mana shunda ko'rsangiz screenshotlaysiz. 57 ko'rayotgan bo'lsangiz ball. Tak, promokodni применить qilamiz. Ish bilan ishni boshlaymiz. Применить. Okay. 5 soatga. Mana ballimiz уже bizda 66. Birinchi zakaz kutamiz. Shu bilan o'zimizni bugun boshlaymiz. Bugun bo'li informatsionniy rolik qilishga harakat qilaman. Akalar, ukalar, tog'alar, jiyanlar, imенно sizlar uchun. Chunki imенно bugun bizda format YouTube ishlanmoqda. Informatika и ko'proq qanaqadir qiziqarli ma'lumotlar. Chunki YouTube'da to'shto baribir Короче, bilasizlar o'zingizlar katta yoshdagi insonlar u yoq bu yoq bu narsani gapirmay, hamma gapiradi, gapirganman oldin 11 dan 14 minut, kechqurun soat xudo xohlasa, nasib 11-12 gacha ishlaymiz. Hamma protsessi полный обзор qilishga harakat qilaman. Примерно 99%, 98% bizda momentlar qo'yiladi passajirlar bilan. No, kechqurun bizda video olgandik, bundan oldingi videolarni ko'rgan bo'lsanglar kerak. Lekin bizda hali hech qaysi qo'yilmagan. Именно birinchi, ikkinchi videolar. Ko'rgan bo'lsanglar, qorong'i kadrlar, u yoq bu yoqni babram, mana bu tonirovka menda xalaqit beradi. Именно syomkani mana bu yorug'ligini sizlarga meni yetkazishga. No, tonirovkasiz ham iloji yo'q, chunki masalan kunduz emas kechqurun odamlar asosan o'tirsa, kamera ko'rinib qoladi. Уже bu narsa уже farqi yo'q, bu narsa уже o'rganib qoldim. 3-4 kundan beri olaman, уже normalniy insonlar bilan. Shunaqa gaplar bolalar. Bizga nega zakaz tushmayapti? Kutamiz, birinchi zakazda 11 dan 16 minut o'tdi. Shu bilan bugun o'zimizni boshlaymiz. Bolalar, hammaga rahmat. Bolalar, sizlarga Rent Store saytini taklif qilmoqchiman. Bu sayt orqali sizlar notebook, kompyuter, kamera, studiya uchun qanaqadir narsalar, hamma narsani arendaga olsanglar bo'ladi. Saytga o'tinglar, Shavkat Miroz nomidan borsanglar, sizlarda katta skidka bo'ladi. 1 hafta, 10 kun, 1 yil bu dogovor orqali olinadi. Hammaga rahmat. Короче, o'rtoqlar, bizda zakaz mana. Adan aeroport orqasiga olamiz. Buni 1.5 bilan berdi. 1 kilometr 5 minut klient oldiga chon. Shunaqa gaplar. Короче, bolalar, birinchi zakaz yopdik. Ko'rgan bo'lsanglar, Sergelidan Ulitsa Moniy Xonobodga olib keldik. Zakaz narxi 39 ming, 40 so'm berib ketdilar. Ketkizgan vaqtimiz 18 minut 10 kilometr. Hozir bizda sразу ikkinchi zakaz qilyapmiz. Местный aeroportdan Mirobodga chiqib ketamiz. Mana bunaqa короче, kartadan ko'pchilik tushunadi. Shunaqa boradigan joyimiz bu yerda 10 kilometr 21 minut. Sentrga kirib boramiz. Nima gap? Sentrda bizda вроде kef такой. Hozir именно shahar bo'yicha 3000 dan 34500 gacha kef. Ko'ramiz kim ekan bizning mijozimiz. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднее сиденье. Qarang, sizdan bitta narsa iltimos qilsam bo'ladimi? Reyting tushib ketganda Yandexda. O'shanga просто 5 qo'yib qo'ya olasizmi? Bizda mendan sizga podarka, игрушка. Хорошо. Спасибо большое. А где удобно вам? Рядом с пешеходом можете. Да, конечно, могу. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Да не за что. Хорошего дня вам. Спасибо за поездку. Заказ. Короче, bolalar, 46500 zakaz narxi. Reyting olish yo'lini ko'rdinglar bolalar. Men bunaqa qilmayman. Bunaqa qilish planda ham yo'q edi. No. Kallaga kelib qoldi, chunki bundan oldingi zakazda bitta bu zavodlari bormi, nimadir. Uncha yugurishasi bor. Okey, bitta yugurish podarka qildilar. Azin gaplashib ketdik. Короче, не суть. Hozir bizda yana keyingi zakaz prям 300 metrdan berdi. Boradigan joyimiz, Samasaba hozir Miroboddamiz. Boradigan joyimiz Toshkent City. Cityga kirib boramiz. 4-11 minut boradigan joyimizga gachon. Birinchi zakaz 39 ming, ikkinchi zakaz 46500, beznal, birinchisi nal, keyingisi beznal. Вроде примерно mana shunda boshlab oldik.
Startda soatimiz bizda 12 dan 13 minut o'tdi. Keyingi zakazimizning oldiga biza keldi. Sras chiqib turgan bo'lsa zo'r edi. Hozir avtomobilda yo'l ustida turish. Assalomu alaykum. Можно наехать? Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть. Ulitsa Abdulla Qahhordan olar ekanmiz. 1.5-4 minutli yo'l klient oldigacha bundan oldin ikkita zakaz berdi, ko'rdinglar o'zinglar. 15-17 minutda shu 30 ming, 35 mingli zakazlar bo'ldi. Вроде bunaqa kun uchun sal arzonroq, все равно arzon zakazlar narxi bizda Toshkentda bugungi kun ham arzon. Shu yerda bunaqa kaflar yo'q. Qachon har bitta zakazga 10 ming, 15 ming qo'shib bersa, kaf bilan o'shanda bo'li-meni nimadir bo'ladi. Assalomu alaykum. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Tak bo'ldi, bundan oldingi zakazga 12 ming to'xtamsa ketdi. 32 ming zakaz narxi. Srazi orqasidan zakaz 300 metrdan berdi. Bu boradigan mijozimiz Toshkent City'ga Roji где-то 9000 kaf bilan berdi. Yakkasaroy tumani. Kaflar yaxshi bo'lishi boshladi. Soat 2 hozir. Soat 14 dan 08 minut o'tdi. Tak, Toshkent City'ga boradigan masofamiz 5 kilometr, 14 minutli yo'l. Mijozimizdan. Da, mijozimiz chiqdi. Tak, bolalarni olamiz, maktab bolalarini. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, можно доехать? Я говорю, что за понты? А что ты начался? Да, все. Пойду с тобой. Короче, bola 12 minut vaqtimiz ketdi. 25500 etimizga slab beradi. Tем более kirish, olish bularni qiyin bo'ldi. Bitta zakaz bilan juda ham arzon. Ну, Yandex bu narsani bilmaydi. U просто kartada chizishi biladi deydi-yu. Bizda keyingi zakaz prям tegidan berdi. Вроде 6000 kaf bilan по указанию. B.yo na meshin oldiroq bosdim. Agar hozir mijozga mana shu narsa yoqmasa, beplyajdan yo'qligini boshlaydi. Atak tushunadi deganini tushunadi. No, 5-10% chiqib asab buzish kerak. Nameshchi knopkasini oldiroq bosganimiz uchun. Примерно bo'la 250 ming, 260 ming zakaz qildik. Keyingi mijozimiz. Assalomu alaykum. Qaysi taraf? Госпитальный капитал банка yurib. Hospitalda. Provodga. 17 dan 58 minut o'tdi. Biz примерно to'rda kirib ketganda obed qilishga bitta ish bilan qolib ketdim. Undan keyin liniyani yoqdim, liniyaga chiqdik. Srazi men bu Yangi O'zbekiston bilan Qorasuv o'rtasidan zakaz berdi. 3 tepaga boradigan joyimizda 22 kilometr 59 minut bo'ldi. 5 kaf tushdi. Zakaz bez koeffitsient tushdi, bez propusк tushdi. Dalniy bo'lgani uchun oldim, sentrda bo'lmaganim uchun oldim. Shunaqa gaplar. Hozir kutamiz mijozimizni. Ko'ramiz nima bo'ladi, nima qo'yadi. Ko'p mijozimiz chiqdilar уже. Здравствуйте. Все, можно доехать? Все, поехали. Farxatskiy bozor oldidan Anton chiqib ketamiz bolalar. Sentr yoqmadi, o'sha uchun Luch oblastda bo'lib turganimiz yaxshi. Короче, bolalar zakaz yopdi, примерно 15 minutda 35 ming berishdi. Bizda keyingi zakaz.
Biz keldik keyingi zakazga. Уже bizda quyosh botib, kun boshlandi. Ko'ramiz endi. Kechki payt qanaqa narx-navo bo'ladi, nima qo'yadi. И так далее. Umid qilamiz yaxshi narxlarga, yaxshi klientlarga, chiroyli chivirlarga. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ketaveramiz. Добро пожаловать. Не забудьте Instagramda qayerda blogda yurg'izasiz? Video qo'yib turamiz. Nima qo'yardingiz? Suhbatlash qizlar bilan, insonlar bilan. Qanaqa chiqqani klientda. Sizni ko'rganman siz Instagramda ko'rganman. Assalomu alaykum. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет Qo'rqib ketdim. 25 минут. Bada yuraversak bo'ladimi? Tak, bo'ldi bizda keyingi zakaz. Massif Minor 85 dan. Короче, boradigan joyimizga 2:07 minut. Bu yerda ham shpagordu. Ну, такой средненький кайф bilan tushdi. Na messini bosamiz. Mijozimizdan oldik, почти keldik. Zora sayindan bermadi, shu atrofdan berdi. Сейчас мы показываем налево или разворот. Точка слева показывает. Поворот нет, или по-моему. Ну, здесь не могу, наверное. Хорошо, сейчас. Пожалуйста. Спасибо большое. Всего доброго, хорошего вечера. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Игорь, они- Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в Issues. автомобиле свои. Olamiz. To'g'riga to'lishimiz kerak. Отказ bo'lib ketmasa hali bu zakaz. Gap. Что-то zakozlar slabiy bugun. Juda ham slabiy. Bitta zakaz olib, yarim soat yigirma kutib qolma. Odam zerikib qoldi. Что-то bugun planam bo'lmadi. 12 soat примерно 12 soatdan beri примерно ko'chadamiz. Ну, примерно hozir 9 soat ishladik. Ну, topilgan pul 600 ming. Представлять qolsanglar, bir 600 ming 9 soatda kunduz kuni. Shunaqa taksini ishlari, shunaqa taksida gaplar O'zbekistonda, Toshkentda. Sen bo'la hozir benzinda yuribman. Benzin bugun zapravka qildim, propan tomonga yo'lim tushmadi. Bu juda ham обидный holat. Chunki почти birga bir zapravka ketadi. 136 mi? Ne? Ne? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам Qanaqa ko'rsalar minordan o'tib mahalla bor. Insot hokimiyat bor. Qo'li qayerdan ular? Orasida Sergelida. Shu yerda ishlaysizmi? Ha, çok ishlayman. 4 yil qilib. Mana shu kofe yomon populyarniy, ya. Bolalar yig'ilib olib. Bizda ham populyar, benzisa. Sizlarda imeyli mana shu rayonda. Mana shu rayonda ne bolalar turishi o'zgaradi, yoki Bilaman. boshqacha turishni boshlashadi, telefon qo'yib, kimgadir, qanaqadir Anaqa, ha. yasab olishadi. Men papin sinochka bor. Bu yerda aylanishadi. Mashina berib qo'ying, o'qigan bolalar. Yaxshi rayonlar. Foydali ish qilsalaring bo'lmaydimi? Bir ta'limotda o'zi. 4 yildan beri. Zakaz 17 ming kf bilan tushyapti. Olamiz, bo'lmaydi. Olmasa bunaqa zakazlar bu hozirgi zakazimiz 20 ming bo'ldi, 25 ming berib ketishdi. Hozir bu mijozimizdan oldiga boramiz. Ro'zi 12 dan keyin har kun 90% kunlarda nima deyiladi to'g'rirog'i, narxlar oshishni boshlaydi soat 12 dan примерно 1:30-2 gacha. Chunki 12 gacha ishlaydiganlar uyga kirib ketadi menimcha. Bu yerda zakaz sпрос ko'tariladi taksiga. Ish bilan sпрос oshadi. O'sha uchun bolalar taksida ko'proq sabr kerak. Sabr bo'lgandan keyin, примерно mana shu 2-3 soat
sutka davomida otib qoladi. O'sha momentini topib, o'sha momentida bosish kerak. Masalan, ertalab chiqildi, yoki kechki payt chiqildi. Zakaz bo'lmadi deb turgandan keyin uyga kirib ketish, nimadir qilish bo'lmaydi. Prямо до конца turish kerak. Buni taksi okalarimiz hammasi yaxshi bilasizlar. No, именно mana не то что там taksi haydovchilari kuzatadi, balkim har xil insonlar kuzatadi, har xil insonlarga taksidagi ishlar qiziq. Assalomu alaykum. Biz keturamizmi? Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Termoyadroniy zakaz tushdi. Bo'shadim. Hozirgi klient 29 ming. Sira zakaz berdi. Mirzo-Ulug'bekdan Chilonzorgacha 15 kilometr 24 metr yo'l boradigan joyimiz. Chiroyli joydan olar ekanmiz. Assalomu alaykum, tova taksi. Taksi deyilsa, любой joyda, любой narsa zеленый. Tak, bola zakaz yopdik, 60 so'm. Chiroyli zakaz bo'ldi 22 minutda. Заказ Mana keyin zakaz tushganda, u отказ bo'lib ketibdi. Hozir qaranglar, ровно soat 1. Ровно soat 1, lekin menda taksometrda 112 ming ko'rsatyapti. Bu degani уже 1 soatda 112 ming so'm. Kunduz kuni kechki payt soatiga 60 ming 70 ming ishlanayotgan yana probkada bunda. O'sha uchun bolalar taksining o'zini vaqtlari bo'ladi, lekin bu vaqtlari unaqa standart bo'lmaydi. Masalan, bugun kechqurun soat 1 dan 2 gacha ish yaxshi bo'lsa, oppa, ketamizmi, salar. Muqimidan salarga zakaz bo'lyapti, bolalar olamiz. Da. Boradigan joyimiz 20 kilometr 28 minutlik yo'l. 20 kilometr 28 minutlik yo'l. Dalnyak. Короче, nima deyotdim? Shunaqa vaqtlar, pik vaqtlari bo'lib qoladi. O'sha vaqtlarda, no samasa bu ertalabki pik, kechki paytki pik, lekin imенно tunni ham o'zini piki bo'ladi. No standart bu примерно mana shu soat 12 dan soat 1-2 gacha bo'ladi, 90% holda bo'ladi. O'sha momentda kassani tiklab olish mumkin. Buni bilasizlar o'zingizlar. Agar sizda mana taksi haydovchilariga emas, baqalaylik qolsan yo'q deyish mumkin. Men opitni taksi haydovchilari. Klient oldigacha 350 metr. Mana bunaqa yo'llar ham bo'lib turadi taksida. Mana shunaqa joyga kirib qoldim. Ulardan qayta o'tdim. Taksi Gorkiga kelganimda zakaz berdi. Ammo примечание bilan нужен Bluetooth, громкая музыка. Как раз bizga kerak klient. Shunaqa gap. Hozir muzika qo'yib beramiz. Bang'illatib, shang'illatib deydi. Bu bizning ishimiz. Bu bizga yoqadi. Mana sen Gorkida o'zi ham 2 marta narushagan qilib maro hozir. Mana ikkinchi tashlaylik. Gayo kelishadi, taksi deyilsa qo'yib yuborishadi. Tak, keldi bizning mijozimizning oldiga. Na mesте. Qani kim ekan bizda громкий muzika eshitadigan mijoz. Boradigan joyimiz 8-7-14. 8 kilometr 700 metr 14 minut. Soat 9 da turganman. Soat 2 bo'ldi, 1:50 minut o'tdi. Shunaqa tez kelib qoldim. 12 minut ko'rsatgandi Yandex bilan oldigacha. Daryodan shuf, bu yoqdan shuf. Ikkita palasa, bu yoqda ham ikkita palasa. Bular qaysi yerga chekishga usta qilyapti. Bu boshqa yerdan keladi. Здравствуйте. Bluetooth можно? Конечно. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни.
Подключайтесь. 136. Даже на заднем сидении. Поездка... O'n 2500 buni olamiz, olmasak gunoh, chunki по городу bundan oldingi bluetoothchi mijozlarimizni kartadan to'lovdi, screenshot ko'rdinglar. 2500. Доброй ночи. Добрый вечер. Могли оставить музыку? Добро пожаловать. Не забудьте Ну, пристегнуть ремни Можете к безопасности. Bluetooth подключить, Даже если на Да хотите. нет, все хорошо, мне нравится. Поездка по Яндекс.Карту Для вас. займет 8 Не за что. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Доброй ночи вам. Спасибо. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен. Nima shunda eshikni qattiq yopasizlar, hurmatli mijozlar. Не оставили в автомобиле. Qachon bunda eshikni ustirib yuborish emas, bunda o'tirganda bunda qattiq просто qo'yib yuborsanglar bo'ldi, o'zi yopiladi. Bunaqa shaq deb urish shart emas. Короче, 30 ming chiroyli zakaz bo'ldi. Robotdamiz, Avenue'da 20:02:19 soatimiz. Masalan, soat 9 da turganman. Bu videoni nechinchi minutini ko'ryapsizlar bilmayman. 40 minut bo'lar, 50 minut bo'lar, uzoq 1 soat bo'lar. No, bu videoni olish uchun men onasini ham san soat 9 da turib bir sutka bashni uxlamadim. 14 ming kf bilan shot 400 metr podacha. Прямо shuni o'ngga qayrilganimizda yaxshi zakaz, bu ham как раз Яндекс o'zini chaqirishgan. Ko'ramiz hozir nima bo'ladi, nima qo'yadi. Ro'zi kechki payt, kunduz kuncha bo'lmadi, lekin kechki payt ish qimirlab qoldi. Bu nimaga deb o'ylaysizlar? Menimcha, ko'pchilik insonlar, ko'pchilik haydovchilar ish bo'lmagandan keyin taq uyga kirib ketaverdi. Shaharda mashina kam qoladi. O'shandan keyin kaf ko'tariladi. Assalomu alaykum. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Qaysi tarafga ketyapmiz? Даже на To'g'ri заднем yuribmiz. Tundagi keyingi chiroyli zakazimiz 24 minut vaqtimiz ketdi. 59 ming zakaz Спасибо narxi. за поездку. Chiroyli. Заказ будет оплачен картой. Kutamiz keyingi zakazni. Убедитесь, что Ha, gaplar soat 2 dan 45 minut o'tdi bolalar. Assalomu. Buradan assalomu alaykum. Yaxshimi, charchaysizmi aka? Qanday Yandexda. Xudoga shukr. Ha, Charchayapsiz? Hammasi chetga. Qada birovizga ikkinchi marta mayli. To'xtatgan deysiz, Ro'zi. Ha, to'xtatganman. Shu to'g'risida yurardik, orada. 24/7 Toshkent ko'chalaridamiz aka. Ishimiz shu xalq xizmatida. Ana brat. Brat, charchamaymi? Yo'q, aka. Nashnoy smenadamiz. Tungi nimalardan. Eshakni o'tiradigan yurib keladi endi bu. Shuni ayting, gapirmay. Bo'pti, brat. Короче, azizlar, qadrdonlar, meni kuzatuvchilarim bolalar. Mendirdim, soat bizada 3, soat 11 da ishga chiqqanman. Получается 16 soatdan beri ko'chadamiz. 16 soatdan 13 soati Яндексda stabilni ishlandi. И чистый прибыль 900 ming. 900 ming so'mlik va taksometr zakaz oldim. Men chivi mivilar bilan yo'q, 950 ming bo'lgandir. Tak, shunda bugungi chisloda 12 dan keyin 9 ta zakaz olma, и kecha 20 ta. Общий 29 ta zakaz, 900 ming so'm chek. Примерно 300 ming расход. 200 ming zapravka и 100 ming yeb ichish, yo'q, sam minimalniy men hozir hisoblayapman. И примерно 500 ming 600 ming o'zimizga qoldi. Nima deb o'ylaysizlar bolalar? Shunaqa bugungi 13 soatlik smenamizni tugatdik. 13 soat 900 ming. Kommentariyada yozib qoldiringlar, kim qanaqa tarifda qancha summa ishlaydi.
Shunaqa gaplar bolalar, ko'rganinglar uchun kattakon